Men bu lampochkada tez kuyib qolishi jonimga tegib ketdi. Menga shunaqangi lampochka kerak, 6-8 soatlab ham svet o'chganda yonib turadigan bo'lishi kerak. Bor shunaqasi. To'xta emas, qo'limda yonadigani bor kerakmi? Bu 15 vatlik lampochka bo'ladi. Uyingizda chiroq o'chganda 6 soatdan 8 soatgacha sizni chiroq bilan ta'minlab turadi. Kulchatildan yoqsangiz yonadi, kulchatildan o'chirsangiz o'chadi. Mana shunaqa lampochka kerakmi? Tushuning. Bundan boshqachalari yo'q. Bundan boshqachalari. Sizga солнечный panelda ishlaydigan ledlar kerakmi? Bu ledimizni sizga солнечный panel orqasida joylashgan quyoshdan tok olib turib, sizga chiroq yetkazib beradi. 6 soatdan 8 soatgacha xuddi shu hajmda ishlaydi. Undan tashqari bor, projektorlar ham солнечный panelli. Bu projektorimiz 5 xil rejimda yonadi. Oq sariq aralash, korotin migalka sistemalari ham bor. Buni hech qanaqa zaryadga qo'yib ishlatishga shart emas. Quyosh o'zidan shuni energiya olib, sizga yorug'likni yetkazib beradi. Orqasida magnitlari ham bor. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, oson energiyaga murojaat qilsanglar, optim narxlarda xarid qilasizlar. Bu ham солнечный panel orqasida bor, bu ham солнечный panel orqasida bor, projektorimizdan ham orqasida солнечный panel bor. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, oson energiyaga murojaat qilsanglar, naqd va nasiya savdoga boshlang'ich to'lovlarsiz xarid qilishingiz mumkin. Hammasidan asartimiz наличиеda bor, optim narxlarda xarid qilib ketasizlar.